Siqilib yurgan odamdan bitta ushlab so'rayda, nima bo'ldi deb. Qaynana kelin muammosi. Uyimda xotirjamlik yo'q. 10 ta oiladan 8 ta oilada shu muammo uchraydi. Yoki-da xafa bo'lib yurgan odamdan bitta ushlab so'rayda. Tikkan biznesim yaxshi emas. Savdolar yo'q dedi. Yaqin tanishlarda shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yingda, kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Yechimi nimada? Sizlarga bitta yechim, shunaqa yechim topganman. Qaynana kelin muammosi bo'layotgan bo'lsa, Hoji aka, o'g'lingizni bitta addenni qilib ko'rasizmi? Bu Argon City domimizda 24 oydan 124 oygacha muddatli to'lov qilsam bor. O'tgan safar sizlarga obzor qilganimda bir xonali domni obzor qilganmiz. Hozir sizlarga ichkari kirib 2 xona va 3 xonali domlarni obzor qilib beramiz. Lokatsiyani ko'ryapsizlar, shunaqa zo'r joyda joylashgan. Tabiatga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Tepa tomonlarda, tog'ni bag'rlarda chiqib olib, bola chaqa bilan uyingizni tomosha qilib, mayovka qilib va shashlik mangallar qilib, hozir sizlarga ichkari kirib domlarni obzor qilamiz. Mana domimizga chiqib oldik. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, xudo xolasa bu domimiz qaysi paytda topshirilishigacha aytaman, qaysi holatda sizga topshiriladi. Hozir mana 3-etajga chiqdik. To'g'rimizda 2 xona, bu tomonimizda 3 xona. Hozir sizlarga obzor qilib beramiz. Bu joyimizda mana liftlar joylashgan. Bu domimiz xudo xolasa dekabrga topshiriladigan. Mana ikkinchi xonali komnatamizga kirganimizga mana 2 ga 4, bu tomonda dush va tualet, bu tomonimizda kuxna, spanni, bu tomonimizda zal joylashgan. Kelaverasiz operator, mana zalimiz ko'ryapsizlar, kengligini. Bu mana zalimizga kirsangiz, mana uju mana aynalar uju qo'yilgan. Xudo xolasa dekabrga topshiriladi, shuvoqlar bo'ladi. Bu 2 xonali komnatamiz meni nomimdan chiqsangiz, Hoji aka, xudo xolasa 1.925 million so'm qilib beradi. Mana shu 2 xonali komnatamiz. Endi sizlarga 3 xonali komnatamizni ko'rsatamiz. Mana uju mana 3 xonali komnatamizga kiramiz. Mana 3 xonali komnatamizga kirganimizda o'zi sirazi bu tomonimizda dush va tualet, bu tomonda kattagina kuxnamiz joylashgan, bu tomonda zalimiz joylashgan. Bu yerda 2 ta spanni joylashgan. Ya'ni bu yerda 1, 2, 3, kuxna bilan 4. Bu o'zi 3 komnatali. Bu ko'ryapsiz, hol, bu tomonda mana dush va tualetimiz bor. Bu 3 xonamiz domimiz narxi 2 million 700 ming. Endi shuvoqlar bo'ladi. Eshiklar qo'yib beradi, glavni eshiklar. Siz kelib remontni boshlaysiz. Xudo xolasa dekabrda topshiriladi. Endi qarab turing. Argon rayonimizda bilasizlar, domlarda sharoitlar yo'q. Bu yerda kanalizatsiya, suv, отопление hammasidan xudo xolasa zo'r qilib beradi. Operator kamerani menga berib turing. Hozirlarga mana qurilayotgan domimiz hozir mo bo'ladi. Bu mana katta yo'l, bu tomon pon stoyankalar bo'ladi. Bu yerda o'zim mana katta stoyanka bo'lib, mana shu yerga tushadi. Qazib qo'ygan. Bu yerda mana отопление, suv, gazlargacha bo'ladi. Maktab, xudo xolasa mana bu tomonimizga bitta masjid tushadigan, bog'cha, mana bolalar plashatkalar mana shu yerlarga tushadi. Bitganda xudo xolasa shunaqa qilib o'tadi. Bu katta yo'limiz shu holatda bitadi xudo xolasa. Uncha domchilar bunaqa taklif bermaydi. 24 oydan 124 oygacha muddatli to'lovga olsangiz bo'ladi. Ko'ryapsizlar, qurib turgan domimiz bitgan. Ancha-muncha domchilar shu qatlaman paytida oyma-oy to'laysiz. Bu yerda yashayotgan paytingizda ham oyma-oy to'lab ketsangiz bo'ladi. Agar sizlarga bu domimiz haqida ma'lumot kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga, shu nomerlarga screenshot qilib olib, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi yoki kelib ma'lumot so'rasangiz bo'ladi. Yana nima qilib tekinga olib bera olmayman? Kelib ma'lumotni so'ranglar.